Siz mundaq bir masalani o'ylab baqqanmi bilmadim. Nima uchun olamdagi barliq narsalar oxiri o'limga yuzlanadi? O'lim zodi nimaga vakillik qiladi? Biz o'limdan qutula olamdik. Yer sharidagi hayotliklarni misol qilsak, itning umri odatda 10 yildan 15 yilgacha, insonlarning umri taxminan 75 yosh atrofida. Kitning umri odatda 150 dan 200 yoshgacha. Mangu yashaydi deb qaralgan mayaksimon medozning o'ladigan bir kun keladi. Tar mandan aytganda o'lim bo'lsa, jonliqlar tini hayotidan ayrilib, yashashini to'xtatishini ko'rsatadi. Keng mandan aytganda, o'lim bo'lsa, hayotlik sistemasidagi barliq hayotlik mavjud bo'lishga ega xarakterning yo'qolishi hamda asliga qaytarib bo'lmaydigan oxirlashishni ko'rsatadi. Mana bular amaliyotda o'lim bo'lsa, shaylarning holtidagi oxirlashishga vakillik qilganligini ko'rsatadi. U faqat hayotliklarga ta'sir ko'rsatmaydi, u yana butun olamga o'xshash ta'sir ko'rsatadi. Bir turg'un yulduzning ichki qismi jazman har vaqt yadro birikish reaksiyasi olib boradi. Uning ichidagi hidrogen elementi xurab tugagan kuni u yana yadro reaksiyasi orqali energiya qo'yib berishga amalsiz. Mana bu vaqtdagi turg'un yulduz o'zining umridagi oxirgi nuqtaga qarab menib bir o'chgan yulduzga yoki neutron yulduzga, hattoki qora o'nkurga aylanadi. Shu sababdan turg'un yulduzning umri uning ichki qismidagi hidrogen elementining oz ko'pligiga hamda uning radio birikish reaksiyasi olib berishining kuchligiga munosabatli. O'xshashla bizning yer sharining umri bor. Quyosh hayotining oxirgi bosqichiga yetgan vaqtda uning hajmi texmi cho'ngaydi. Yer sharining quyosh tarafidan yutib olinishi, shuning bilan hukm talqon bo'lib, chang tuzanga aylanish mumkinchiligi nihoyat cho'ng. Ma'lum mandan aytganda, yulduzlar aro chang tuzanga aylangan yer sharimi o'z umrining oxirgi bosqichiga yetadi. Olamdagi barliq narsalar elementlardan tashkil topadi. Buning ichida radioaktiv elementlar hammasining yarim yemirilish mezgili bo'ladi. Ularning yemirilish mezgili ba'zilari 1 sekunddan, yana ba'zilari necha 100 million yilgacha. Ma'lum mandan aytganda, biz mavjud bo'layotgan makro olam yoki biz tushunadigan mikro dunyo bo'lishidan qat'iy nazar, asosan hamma narsaning o'ziga tava hayotlik davri bo'ladi. Massaning saqlanish qonuniyatiga asosan olamdagi barliq narsalar asossiz paydo bo'lib, yana asossiz yo'qolib ketmaydi. Mana bu amaliyotda o'limning bir xil holatdan yana bir xil holatga o'zgarishidan darak beradi xolos. İnsanlarning o'sib yetilishimi shunga o'xshash. Endi tug'ilgan vaqtingizda siz 5 kilogramga yetmaysiz, lekin bugun siz allaqachon 50 kilogram yoki 100 kilogramga yetdingiz. Undaqda bu orliqdagi o'shiqchi moddalar zodi nerdan kelgan? Siz yana kichik vaqtingizda sizmi? Hozirgi siz va 10 yil oldingi sizni tashkil qilgan moddalarning yana qanchalik qaytalanadi? O'g'riqlagandan keyinki sizning yo'qolib ketgan qismingiz nega ketdi? Bizning olammi shunga o'xshash. Quyosh o'chgan yulduz aylangandan keyin ilgirki quyosh nega ketdi? Balkim u faqat bir xil shaklini o'zgartdi xolos. Olamdagi barliq narsalarning dastlabda qandoq barliq kelganiga, cho'ng portlash qandoq yuz berganligiga kelsak, bu balkim yana bir oxirgi masala bo'lishi mumkin.